Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun biz qishloq xo'jaligida axborot kommunikatsion texnologiyalar fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuimiz tarmoqda axborot xavfsizligi va axborotlarni himoyalash usullari. Bu mavzu bo'yicha rejamiz quyidagicha. Axborot xavfsizligini ta'minlash, login va parol tushunchasi, avtorizatsiya tushunchasi, ro'yxatdan o'tish tartibi, login va parolga ega bo'lish shartlari, login va parolni buzish, login va parolni o'zgartirish, o'g'irlash, resurslardan ruxsatsiz foydalanish va uning oqibatlari, kompyuter virusi, viruslarning turlari va vazifalari, viruslarga qarshi kurashish usullari, hujum tushunchasi, axborot hujumlari va undan saqlanish qoidalari. Axborot xavfsizligini ta'minlash. Axborot xavfsizligini ta'minlash bu foydalanuvchining axborotlarini himoyalashga qo'yilgan me'yor va talablarning bajarilishidir. Axborot xavfsizligi bu axborot foydalanuvchilariga va ko'plab axborot tizimlariga zarar keltiruvchi tabiiy yoki sun'iy xarakterga ega tasodifiy va uyushtirilgan ta'sirlardan axborotlarni va axborot kommunikatsiya tizim obyektlarining himoyalanganligidir. Login va parol tushunchasi. Login bu shaxsning o'zini axborot kommunikatsiya tizimiga tanishtirish jarayonida qo'llaniladigan belgilar ketma-ketligi bo'lib, axborot kommunikatsiya tizimidan foydalanish huquqiga ega bo'lish uchun foydalanuvchining maxfiy bo'lmagan qayd yozuvi hisoblanadi. Parol bu foydalanuvchining, ya'ni uning egasi haqiqiyligini aniqlash jarayonida tekshiruv axboroti sifatida ishlatiladigan belgilar ketma-ketligi. U kompyuter bilan muloqot boshlashdan oldin unga klaviatura yoki identifikatsiya kartasi yordamida kiritiladigan harfli, raqamli yoki harfli raqamli kod shaklidagi maxfiy so'zdan iborat. Avtorizatsiya foydalanuvchining resursdan foydalanish huquqlari va ruxsatlarini tekshirish jarayonidir. Bunda foydalanuvchiga hisoblash tizimida ba'zi ishlarni bajarish uchun muayyan huquqlar beriladi. Avtorizatsiya shaxsiy harakati doirasini va u foydalanadigan resurslarni belgilaydi. Mana quyida tizimga kirish uchun login parolni kiritish oynachasi keltirilgan. Ro'yxatdan o'tish tartibi. Ro'yxatdan o'tish foydalanuvchilarni ro'yxatga olish va ularga dasturlar va ma'lumotlarni ishlatishga huquq berish jarayonidir. Ayrim veb-saytlar foydalanuvchilarga qo'shimcha xizmatlarni olish va pullik xizmatlarga obuna bo'lish uchun ro'yxatdan o'tishni hamda login va parol olishni taklif qiladi. Foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgandan so'ng tizimda unga qayd yozuvi yaratiladi va unda foydalanuvchiga tegishli axborotlar saqlanadi. Mana ro'yxatdan o'tish oynasi ekranda keltirilgan. Login va parol masalalari. Login va parolga ega bo'lish shartlari. Biror shaxs o'zining login va parolga ega bo'lishi uchun u birinchidan axborot kommunikatsiya tizimida ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak va shundan so'ng u o'z logini va parolini o'zi hosil qilishi yoki tizim tomonidan berilgan login parolga ega bo'lishi mumkin. Login va parolni buzish. Login va parolni buzish bu buzuvchining biror bir maqsad yo'lida axborot kommunikatsiya tizimi obyektlaridan foydalanish uchun qonuniy tarzda foydalanuvchilarga tegishli login parollarni buzishidir. Login va parolni o'g'irlash. Login va parolni o'g'irlash bu foydalanuvchilarning maxfiy ma'lumotlari bo'lgan login va parollarga ega bo'lish maqsadida amalga oshiriladigan internet firibgarliklarining bir turidir. Resurslardan ruxsatsiz foydalanish va uning oqibatlari. Axborot kommunikatsiya tizimining ixtiyoriy tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan hamda axborot tizimi taqdim etiladigan imkoniyat mavjud bo'lgan resurslardan
belgilangan qoidalarga muvofiq bo'lmagan holda foydalanishni cheklash qoidalariga rioya qilmasdan foydalanish bu resursdan ruxsatsiz foydalanish toifasiga kiradi. Bunday foydalanish natijasida quyidagi oqibatlar yuzaga kelishi mumkin. Birinchisi, axborotning o'g'irlanishi. Ikkinchisi, axborotning o'zgartirilishi. Uchinchisi, axborotning yo'qotilishi. To'rtinchisi, yolg'on axborotni kiritish. Beshinchisi, axborotni qalbakilashtirish va hokazolar. Kompyuter virusi. Kompyuter virusi bu o'z-o'zidan ko'payuvchi, kompyuter tarmoqlari va axborot tashuvchilari orqali erkin tarqaluvchi hamda kompyuter va unda saqlanayotgan axborot va dasturlarga zarar yetkazuvchi dastur kodi yoki komandalar ketma-ketligi hisoblanadi. Kompyuter viruslari quyidagi xossalarga ega. O'zidan nusxa ko'chirish, axborotdan ruxsatsiz foydalanishni amalga oshirish. Virus aksariyat hollarda nosozlik va buzilishlarga sabab bo'ladi va biror bir hodisa yuz berishi bilan, masalan, aniq kunning kelishi bilan ishga tushirilishi mumkin. Viruslarning turlari va vazifalari. Kompyuter viruslarining yashash makonlari mana quyidagi jadvalda keltirilgan fayllar, yuklanuvchi, makro tarmoqlarga bo'linadi. Viruslarga qarshi kurashish usullari. Hozirgi kunda kompyuter viruslarini aniqlash va ulardan himoyalanish uchun maxsus dasturlarning bir nechta xillari ishlab chiqarilgan bo'lib, bu dasturlar kompyuter viruslarini aniqlash va yo'qotishga imkon beradi. Bunday dasturlar virusga qarshi dasturlar yoki antiviruslar deb yuritiladi. Antivirus dasturlariga Avast, Dareweb, Note 32, Kaspersky va boshqa dasturlarni misol qilib keltirish mumkin. Viruslarga qarshi kurashning asosan quyidagi usullari mavjud. Birinchisi, muntazam profilaktika ishlarini, ya'ni virusga tekshiruv ishlarini olib borish. Ikkinchisi, taniqli virusni zararsizlantirish. Uchinchisi, taniqli bo'lmagan viruslarni zararsizlantirish. Hujum tushunchasi va axborot hujumlari. Hujum tushunchasi buzg'unchining biror bir maqsad yo'lida axborot kommunikatsiya tizimlarining mavjud himoyalash tizimlarini buzishga qaratilgan harakatidir. Axborot hujumlari odatda 3 ga bo'linadi. Birinchisi, obyekt haqida ma'lumotlar yig'ish hujumi, ya'ni razvedkalash hujumi. Ikkinchisi, obyektdan foydalanishga ruxsat olish hujumi. Uchinchisi, xizmat ko'rsatishdan voz kechish hujumi. Mana quyida buzg'unchilarning tasvirlari keltirilgan. Ehtiyotkorlik talablari. Zaruriy ma'lumotlarni, arxiv nusxalarini saqlash va yangilab turish lozim. Viruslarni aniqlovchi, davolovchi va himoya qiluvchi maxsus dasturlardan foydalanish. Shuning bilan bugungi ma'ruzamizni yakunlaymiz. Quyida sizlarga bu mavzu bo'yicha bir nechta nazorat savollari berilgan. Bu nazorat savollarini o'qib, ularga javob topib, daftarlarga yozib qo'yasizlar. Murojaat uchun manzilimiz 91lik 168 05 18. Shuning bilan bugungi ma'ruzamizni yakunlaymiz. Kelgusi darslarda ko'rishguncha, xayr.